anchagina kechqurun tushganga o'xshaydi. Ishqilib stol yaxshi bo'lib chiqsa bo'ldi. Tezroq uyimga bor. Yo, what? Tushunursan, bu nima? Qo'lida pichoqmi? Va jetelni o'ldirgan. Tushunursan, bunaqasi bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Hozir nima qilsam bo'lar ekan? Borib yordam bersammikin, ha? Yoki u manyak-mani ham o'ldirib tashlasa-chi? Yo'q, unga pichoq tiqyapti. Do'stlar, yo'q, men tomonga kelibdi, qochishim kerak unda. Tushunursan, hozir uyimga kirib ketaman. Yaxshi, okey. Tak, qulflan. Bo'ldi, yaxshi, menimcha qulflanganga o'xshaydi. Tak, manyak shu joyda yuribdi, do'stlar. Tushunursan. Tak, ikkinchi qavatga chiqib ketishim kerak. What? Bo'la menga qarab turishini qaranglar buni. Yaxshi ham ikkinchi qavat uyim bor. Nima, politsiyaga telefon qilsammikin? Chorsu telefonim ham shaharda qolib ketgan. Nima, uni bola qishloqini o'ldirishda davom etadi endi u. Tushunursan. O'zi kechqurun bitta qishloqqa aytgandi, qishlog'imizdan manyak yuribdi deb. Lekin menga ishonmagan edim, do'stlar. Men mana bu yaramas kresloni o'zgartiraman deb shaharga borib kelgan edim. Va qaytishdan manyak ko'rib qoldim. Bu juda ham qo'rqinchli. Bola, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Frezboy va do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Agar sizlar bu videoga bosib kirgan bo'lsanglar va biz mana bu manyakni o'ldirishimizni xohlasanglar, hoziroq videoga like va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki sizlarni aynan shunaqa qo'llab-quvvatlaganinglar menga motivatsiya beradi va men tezroq manyakni o'ldirib, uni qishloqdan yo'qotishga harakat qilaman. Bugun esa do'stlar, juda ham og'ir kun bo'ldi. Nima qilsam bo'lar ekan? Hozir xatyabim merni oldiga borsam ham u ham uxlab yotibdi. Do'stlar, bu ishlarni menimcha ertalab hal qilganimiz yaxshi. Albatta, lekin to'xtanglar. Aniq ish qilib eshigimni qulfladimmi? Agar qulflamagan bo'lsam, u menga hujumga o'tishi mumkin. Qani, ochib ko'raychi. Rostdan ham qulflangan eshigim. Agar buzib kirsa-chi, do'stlar? Mayli, endi unchalik buzib kira olmasa kerak, chunki meni juda ham sifatli eshiklarim bor. Shu joyda sizda reklamangiz bo'lishi mumkin edi, lekin bo'lma, uxladim da, hammaga xayr. Buni esa hammasini ertalab hal qilamiz. Ungacha sizlar like bosib turinglar. Bola, menimcha qo'rqinchli tush ko'rganga o'xshayman. Tushimda nima bo'ldi desanglar, qishlog'imizda manyak yurgan ekanmish. Stop. O'zi bu rostdan tushmadi yoki men buni rostdan o'ngimda ko'rdimmi? Tak, to'xtalachi, hozir buni tagiga yetamiz. Mana bu eshikni ochishimiz kerak. Opa. Yaxshi, bo'la, eshik qulflangan. Demak, bu narsalarni men o'ngimda ko'rganga o'xshayman. Yo'q. Oh my gosh, do'stlar. Bu rostdan ham o'ngimdagi narsalar ekan. Ana yerda qishloqqa o'lib yotibdi va uni hidi juda ham sasib ketgan. Do'stlar, nima qilyapsizlar? Ana Frez ham keldi. Kim u Frez? Qishlog'imiz ahvolisi. Assalomu alaykum janob, siz kim bo'lasiz? Men detektiv Frankman. Va bu yerda qishloqqa olgan ekan. O'shani nega olganini bilishga keldim. Bu qishloqqa menimcha qanday o'lganini bilaman. Nima? To'xtang, bilsangiz siz bilan alohida gaplashib olishimiz kerak. Qani, orqamdan yuringchi janob. Nima, qayerga boramiz? Merni uyiga kirib ko'raylikchi. Hozir mana. Yaxshi. Janob, bu yerda o'tirib gaplashishga joy yo'q. Janob, unda men uyimga borarmiz balkim. Yaxshi fikr, ketdi. Uyingiz qayerda? Orqamdan kelavering. Mana shu 2 qavatli uy meniki. O'zi bu qishloqda bitta 2 qavatli uy bor, o'sha ham meniki. Xo'sh, keling. Ikkinchi qavatda gaplashganimiz ma'qulroq menimcha. Tushunursan. Qani, o'tiringchi, kelingchi. Rahmat. Qani, gapni boshlang. Nima bo'ldi? Siz o'tirmaysizmi? Uzr, men o'tirdim. Men kechasi yo'q. Kecha obedlarda shaharga bormoqchi edim. Shaharga xo'sh, nima uchun? Shaharda men
kreslo sotib olmoqchi edim kompyuterim uchun. Kreslo. Xo'sh, uni oldingizmi? Ha, uni oldim va men qishloqqa qaytib keldim. Soat taxminan 10 dan 35 talar o'tgan edi. Yaxshi, 10 dan 35 ta. Keyin nima bo'ldi? Ha, keyin quduqni oldida qandaydir manyak bor edi. U qishloqning ichiga to'xtamasdan pichoqni tiqib tashlagan edi. U juda ham vahshiy manyak edi. Nima manyak? Ha, manyak va u menga tashlanib ketdi birdaniga va men undan qochib qutulib qoldim. Uyimga kirib qulflanib oldim. Va u manyak qayerga ketdi bilmaysizmi? Men uyimga chiqdim va mana bu yerdan u menga qarab turar edi. To'g'risini aytsam, juda ham qo'rqib ketdim va uxlashga yotib yubordim. Hammasi tushunarli. Demak, qishloqni balkim siz o'ldirgandirsiz. Nima? Jinnurson, sizni kallangizda bormi? Axir o'zim o'ldirsam, men sizga ko'rsatma berarmidim. Yashirib yurgan bo'lardim-da. Ha, bu gapingiz ham to'g'ri. Janob, qana orqamdan yuring-chi. Tushing. Shoshilmasdan. Mana bunday qilsangiz tushadi-ku. Uyingiz yaxshi ekan, shinamgina. Xo'sh, janoblar, hammasi aniq. Bu yerda manyak bor ekan. Men kechga politsiyalar bilan kelaman. Buni esa tozalab olinglar o'zinglar. Buni rostdan ham tozalab olish kerak, mer. Ha, to'g'ri aytasan, Frens. Buni tozalab olishimiz kerak. Va bu qishloqqa ko'mishimiz kerak bo'ladi. Ha, albatta. Mana mer yana bir qishloqqa bilan xarlashdik va bu yana qancha davom etadi to'g'risi bilmadim. Va men bir fikrga keldim. Qanaqa fikrga tushmadim? Men bu qishloqdan ketmoqchiman. Shaharda yashayman. O'zi shaharda avval bekor qishloqqa ko'chib kelganman. Bu yerda manyaklar juda ham ko'p va bu yer politsiyaga umuman qarovsiz holatda. Короче, politsiya ham bu yerda ishlamaydi. Yo'q, Frens, bu yerda qolishi kerak. Biz manyakni topamiz va unga jazosini beramiz. Jazo deganda uni shunchaki qamashni xohlamayman. Men shuncha qishloqlarni o'ldirib tashladim, uni o'ldirishni xohlayman. Ha, yaxshi. Qara, senga uyimni remont qilib ber. Ozgina pul beraman senga va u pullarga orужие sotib olishing mumkin. Uyingizni nimasini remont qilib berish kerak, tushunmadim. Hamma joyni remont qilib berish kerak-da. Mayli, o'ylab ko'raman. O'ylab ko'raman, nima deganing? Survivalda ozgina remont qilish qiyin va boyagi qishloq uchun ham juda ham siqilyapman hozir. To'xta, men senga kreativlik rejimini beraman va unda bu yerni tezroq bitkazib berasan. Mayli, xo'p. Do'stlar, nimaga men merga hozir xo'p deganimni bilasizlarmi? Chunki men hozir kreativlik rejimida o'zimga kerak bo'ladigan orужиялар va yana boshqa narsalarni olib, men ana yaramas manyaklarni o'ldirmoqchiman. Sizlar esa meni kanalimga hoziroq obuna bo'linglar va xuddi shu videoga ham like bosib qo'yinglar. Chunki do'stlar, biz u manyakni o'ldirishimiz uchun sizlarning like'lar juda ham kerak bo'ladi. Mayli do'stlar, hozir merdan kreativlik rejimini amallab olib olishim kerak. Qo'y, Frens, qayerga chiqib ketding, tushunmadim. Mayli, mer aka, menga tezroq kreativlik rejimini bering va uyingizni tezroq remont qilib bering. Hozir mana beraman. Okey. Xo'sh, qara, berildimi? Bo'ldi, menda kreativlik rejimi bor. Qani esa unda ishni boshlasam ham bo'ladi. Mana bu narsalar sizga вообще kerak emas, to'g'risini aytsam. Hozir 1 minutda kelaman, xo'pmi? Qayerga? Tezroq remont qil uyni. Xo'p, mana hozir. Do'stlar, o'zimga nimalar olsam bo'lar ekan? Tushunursin. Bu yerdagi suv qani? Va do'stlar, quduqdagi suv qani? Qo'y qishloqlar. Qishloqqa. Nima deysan? Quduqdagi suv qani? Quduqdagi suv kechqurun yo'q bo'lib qolibdi. Nima? Quduqdagi suv yo'q bo'lib qolgan? Do'stlar, bu quduqda tagida menimcha qandaydir sir yashirilgan. Buni bilishimiz uchun menga hozir kerak bo'ladigan narsalarni oling. Tak, hozir bu yerda nimalar bor ham? Tak, avtomatlar kerak bo'ladi. Bu qatorda yo'q menimcha. Mana orужиялар qismi. Tak, bu yerdan kerak bo'ladigan narsalar menga branjiletlar kerak bo'ladi. Qorasidan olaman. Tak, yaxshi. Bu kerak emas, bu kerak va
orужиялар, eng muhim orужиялар AKM olamiz. Mana bunaqa narsa olamiz va dropashka ham olamiz. Okey, bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Men o'zimga kerakli bo'lgan hamma narsalarni olib oldim. Buni esa mer bilib qolsa meni o'ldirishi aniq. O, Jonursun, nima kiyib oldim buni? Hech kim ko'rmadi deb o'ylayman. Jonursun bu yerdagi quduq qayerga yo'q bo'lib qoldi? Men ham bilmadim. Tak, bu yerni suvini qaytarish kerak. Bo'ldi. Men unda merni uyini tezroq remont qilib tashlashim kerak. Sizlar esa ungacha like bosib turinglar. Mer, hozir men sizga mana remont qilib tashlayman. Bilasizmi, mana bunaqa bloklar hozir umuman modadan qolib ketgan. Shuning uchun tak, mana bu poliznichi bunaqa rangdan qilishimiz kerak bo'ladi. Tak, opa, ajoyib. Bu boylaniki desa ham bo'ladi bu pol. Va sizga divan kerak bo'ladi albatta. Mana bunaqa ikkitali divan olaman va buni joylashtiraman. Tak, nega joylashmayapti? Mayli, keling buni bunaqasiga joylashtiramiz. What the fuck, bu joylashmayapti. Mayli, kelinglar bittali divan olib joylashtirib qo'yaraman. What the... tushunarli. Mana, uzr mer aka. Tak, va yana nima qoldi bu yerda? Hozir Jonursun, bo'ldi, tezroq ishni bitkazib ketkim kelyapti mana. Tak, ana uyingiz remont bo'ldi-ya. Ha, chidasa bo'ladi. Nega bunchalik kam qiling? Qolganini ertaga davom ettiraman. Hozir qiladigan ishim bor. Mana survivalda olib qo'yishingiz mumkin. Kreativli rejimini deganim. Bo'ldi. Hammasi yaxshi. Menda hozir kreativli rejim yo'q qoladi. Okey. Do'stlar, mana bo'ldi. Menda kreativli rejimi ham olinib bo'ldi. Ana endi do'stlar, biz maniakni kutishimiz kerak bo'ladi. Nimaga desanglar, maniak do'stlar har doim kechqurun chiqadi soat 10 lardan keyin. Bo'ldi, menga omad. Wow, do'stlar, mana baruja ham zo'r ekan va ko'chada allaqachon kechqurun tushdi. Va endi biz maniakni topishga ketdik. Ya'ni o'sha yaramas quduqqa tushaman hozir do'stlar. Okey. Tak, qani yaxshi bo'ldi. Eshikni ham qulflash esdan chiqib qolibdi. Okey, qani o'sha quduqni topishim kerak. Oy, qishloqqa nima qilyapsan? Ha, o'zing nima qilyapsan? Senikida bu uxlab qolsa bo'ladimi? Ha, faqat tezroq kir. O'zingdagi brasletlarni qayerdan oling? Ishing bo'lmasin, kir, hozir ko'chada yurish xavfli. Qishloqqa ichkariga kir, nima qilyapsizlar? Ha, Jonursun. Mana bu nima bor ekan-da? What the fuck? Mayli, meni qiladigan ishlarim bor. Shu yerda kutib tur. Ana shu quduqda bittasini qidiryapman. Ana o'sha maniak. Jonursun, mana senga. Menimcha o'lganga o'xshaydi. Qishloqqa men maniakni o'ldirdim. Ana endi bizni qishloq mutlaq xavfsiz. Xo'p, bu juda ham yaxshi o'flingiz. Okey, bo'ldi, menimcha